Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Pensiya, nafaqa, aliment, ish haqi yoki boshqa ijtimoiy to'lovlardan pul ushlab qolinayotgan bo'lsa, siz buni oddiy holat deb o'ylab yurmasligingiz kerak. Chunki sud amaliyotda shunday holatlar bo'lyaptiki, ayrim tashkilotlar odamlarning hisobidan pulni avtomatik ushlab qolgan. Keyin esa sud bunday ushlab qolishni noqonuniy deb topgan. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli, pensionerga ham, kredit olgan odamga ham, aliment to'layotgan yoki olayotgan fuqaroga ham, bank kartasiga blok tushganlarga ham. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiraman. Qachon pul ushlab qolinishi mumkin, qachon mumkin emas. Sud nimani taqiqlashi mumkin? Qaysi holatda pulingizni qaytarib olishga haqqingiz bor? Qayerga murojaat qilish kerak va arizada nima yozish kerak? Videoni oxirigacha ko'ring, chunki bitta nozik detalni bilmasangiz sizdan har oy noqonuniy pul ushlab qolishlari mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bu mavzu juda ko'p odamning cho'ntagiga bevosita ta'sir qiladi. Avval vaziyat qanday edi? Ko'p odamlar shunday holatga duch kelgan. Bank kartasiga pensiya tushadi, nafaqa tushadi, bolalar puli tushadi, ish haqi tushadi yoki boshqa daromad keladi. Lekin kartaga pul tushishi bilan uning bir qismi yoki ba'zan hammasi ushlab qolinadi. Odam banka boradi, bank esa bizda ijro hujjati bor deydi. Majburiy ijro organiga boradi. U yerda qarzingiz bor. Shu sabab ushlab qolinyapti deyishadi. Pensiya jamg'armasiga yoki boshqa to'lov qiluvchi tashkilotga boradi. Ular tizim shunday ishlayapti deyishadi. Natijada oddiy odam bir nechta eshik orasida sarson bo'ladi. Eng achinarlisi ko'pchilik qarzim bor ekan. Demak, hammasini olib qo'yishga haqli deb o'ylaydi. Mana shu eng katta xato. Qarz bo'lgan pulni istalgan miqdorda, istalgan manbadan, istalgan tartibda ushlab qolish mumkin degani emas. Qonunda tartib bor, chegaralar bor. Himoya qilinadigan to'lovlar bor. Alohida ruxsat yoki sud qarori talab qilinadigan holatlar bor. Hozir nima o'zgardi? Odamlar sudga murojaat qilib, mendan ushlab qolinayotgan pul qonunga zid deb da'vo qilmoqda. Sud esa har bir holatda hujjatlarni tekshiradi. Qarz haqiqatan bormi? Ijro hujjati bormi? Ushlab qolish miqdori to'g'rimi? Pul qaysi manbadan kelgan? Fuqaroning yashash minimumi, nogironligi, bolalari, pensiyasi hisobga olinganmi? To'lov turi qonun bo'yicha ushlab qolishga ruxsat etilgan to'lovmi yoki yo'qmi? Agar tartib buzilgan bo'lsa, sud ushlab qolishni to'xtatishi va noqonuniy ushlab qolingan pulni qaytarishni majbur qilishi mumkin. Men bu yerda muhim narsani aytaman. Sud hech qachon qarz undirilmasin demaydi. Sudning vazifasi qarzdorni butunlay qarzdan ozod qilish emas. Sudning vazifasi undirish qonuniy tartibda bo'lishini ta'minlash. Ya'ni sizda qarz bo'lsa ham, sizni non pulsiz, dori darmonsiz, bola chaqa xarajatisiz qoldirishga hech kim haqli emas. Birinchi masala ushlab qolish uchun asos bo'lishi kerak. Oddiy telefon qo'ng'iroq bank xodimining og'zaki gapi. Eski qarz haqidagi SMS yoki kredit tashkilotining ikki xati yetarli emas. Odatda undirish uchun sud qarori, sud buyrug'i, notarial ijro xati yoki boshqa qonuniy ijro hujjati bo'lishi kerak. Agar ijro hujjati bo'lmasa, pulni majburiy tartibda ushlab qolish masalasi juda shubhali bo'ladi. Ikkinchi masala, pulning manbasi muhim. Masalan, odamning kartasiga ish haqi tushsa, undan ma'lum foiz ushlab qolinishi mumkin. Lekin hammasini olib qo'yish to'g'ri emas. Pensiya ham xuddi shunday ayrim qarzlar bo'yicha ushlab qolish mumkin, lekin chegarasi bor. Bolalar puli, ijtimoiy nafaqa, ayrim kompensatsiyalar, dafn puli, zarar qoplash bilan bog'liq ayrim to'lovlar kabi mablag'larda esa qonunchilikda alohida cheklovlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun kartaga pul tushdi, demak qarzi ketaveradi degan yondashuv noto'g'ri. Uchinchi masala miqdor. Juda ko'p shikoyatlarda men ko'raman, odamning pensiyasidan 20%, ba'zan undan ham ko'p ushlab qolinadi. Ayrim holatda bank kartasi to'liq bloklangan bo'ladi va odam bir so'm ham yecha olmaydi. Bu yerda darhol savol tug'iladi. Qaysi ijro hujjatiga asosan, qaysi qarz turi bo'yicha, qanday hisob-kitob bilan, qanday cheklovda? Masalan, aliment bo'yicha undirish bilan oddiy kredit qarzi bo'yicha undirish bir xil emas. Yetkazilgan zarar jinoyat oqibatidagi zarar. Aliment, soliq qarzi, kommunal qarz, kredit qarzi, bularning har biri bo'yicha tartib va ustuvorlik farq qilishi mumkin. To'rtinchi masala, sizga xabar berilganmi? Ko'p odam men sud bo'lganini ham bilmaganman deydi. Haqiqatan ham sud buyrug'i chiqarilgan bo'lishi mumkin, lekin fuqaro undan kech xabar topgan bo'ladi. Sud buyrug'i bo'yicha e'tiroz berish muddati, ijro harakatlari bo'yicha shikoyat berish tartibi bor. Agar siz vaqtida xabar olmagan bo'lsangiz, bu alohida tekshiriladi.
hujjatni qachon oldingiz, qaysi manzilga yuborilgan, siz o'sha manzilda yasharmidingiz, elektron xabarnoma kelganmi? Bularning hammasi muhim. Agar sizning pensiyangizdan, nafaqangizdan yoki oyligingizdan avtomatik pul ushlab qolinayotgan bo'lsa, siz albatta tekshirishingiz kerak. Mayli, ozgina olib qolishyapti deb yurmang. Chunki bugun ozgina bo'lishi mumkin, ertaga katta summa yig'ilib qoladi. Masalan, sizdan har oy 300 ming so'mdan 18 oy ushlab qolingan bo'lsa, bu 5 million 400 ming so'm degani. Agar ushlab qolish asosi noto'g'ri bo'lsa, bu pulni qaytarish masalasi qo'yilishi mumkin. Agar kartangizga bolalar puli tushsa va shu pul kredit qarzga ketayotgan bo'lsa, bu holatni albatta tekshiring. Misol uchun, ona 2 nafar farzand uchun ijtimoiy nafaqa oladi. Kartaga 800 ming so'm tushadi. Lekin bank tizimida eski kredit qarzi bo'lgani uchun pulning hammasi yechib olinadi. Ona esa bolalar uchun oziq-ovqat, kiyim-kechak, maktab xarajatini qoplay olmaydi. Bunday vaziyatda qarzim bor edi deb jim turish kerak emas. Chunki ijtimoiy to'lovlar maqsadli pul bo'lishi mumkin. Uni qarzga avtomatik olib qo'yish qonuniy baholanishi shart. Agar siz pensioner bo'lsangiz va doriga, kommunal to'lovga, oziq-ovqatga pul yetmayotgan bo'lsa, ushlab qolish miqdorini tekshiring. Masalan, 20 million 600 ming so'm pensiya oladigan odamdan har oy 800 ming so'm ushlab qolinsa, qo'lida 800 ming so'm bo'ladi. Bu pul bilan yashash qanchalik qiyinligini hammamiz tushunamiz. Albatta, qarz bor bo'lsa, uni to'lash kerak. Lekin to'lov insonni mutlaqo yashash imkonisiz qoldirmasligi kerak. Agar sizning bank kartangiz to'liq bloklangan bo'lsa, bu ham alohida masala. Blok qo'yish bilan pulni ushlab qolish bir xil narsa emas. Ba'zan ijro organi hisobvaraqqa band soladi. Bank esa ehtiyotkorlik qilib kirim bo'lgan hamma pulni blokda ushlab turadi. Natijada fuqaro kerakli miqdorni ham yecha olmaydi. Bu vaziyatda siz menga yashash uchun qoldiriladigan summa, ijtimoiy to'lovlar, pensiya yoki ish haqi masalasi inobatga olinsin deb yozma murojaat qilishingiz kerak. Agar sizning qarzingiz bo'yicha sud qarori bor, ijro hujjati bor, sizga xabar berilgan. Pul ish haqingizdan qonunda belgilangan foiz doirasida ushlab qolinayotgan bo'lsa va bu miqdor hujjatlarda aniq ko'rsatilgan bo'lsa, unda bu jarayon qonuniy bo'lishi mumkin. Bunday holatda ham siz tekshirish huquqiga egasiz. Lekin har qanday ushlab qolish avtomatik noqonuniy degani emas. Agar siz o'zingiz bank bilan shartnoma tuzib, qarz muddati kelganda kartamdan avtomatik yechilsin deb rozilik bergan bo'lsangiz, bu ham boshqa masala. Lekin bu rozilik ham cheksiz emas. Bank ijtimoiy to'lovni ko'rib ko'rmang. Hammasini yechib olishi mumkinmi? Siz rozilikni bekor qilganmisiz? Siz rozilikni bekor qilganmisiz? Bular baribir tekshiriladi. Agar siz aliment to'layotgan bo'lsangiz, bu bo'yicha ham ushlab qolish bo'lishi mumkin. Chunki aliment bolaning huquqi hisoblanadi va bunday talablar ko'p hollarda ustuvor turadi. Lekin alimentda ham hisob-kitob to'g'ri bo'lishi kerak. Qarzdorlik qaysi davr uchun? Daromad qanday aniqlangan? Ortiqcha undirilmaganmi? Bir nechta ijro hujjati bo'lsa, navbat qanday belgilangan? Bular muhim. Birinchi misol, pensioner aka 2 million so'm pensiya oladi. U ilgari 6 million so'm kredit olgan, keyin kasal bo'lib to'lay olmagan. Sud qarori chiqqan, ijro ishi ochilgan. Har oy pensiyadan 20 million so'm ushlab qolinmoqda. Aka qo'lida 20 million so'm bilan qolmoqda. Dori xarajati esa oyiga 700 ming so'm. Bu holatda men birinchi navbatda ijro hujjatini, ushlab qolish foizini, pensiya to'lovining manbasini, sog'lig'i bo'yicha hujjatlarni tekshiraman. Agar ushlab qolish qonundagi chegaradan oshgan bo'lsa yoki insonning minimal ehtiyojlari inobatga olinmagan bo'lsa, ijro harakatlari ustidan shikoyat berish mumkin. Ikkinchi misol, ayol kishining kartasiga bolalar puli tushadi. Eski mikroqarz sababli karta band qilingan va 620 ming so'm tushishi bilan yechib olingan. Ayol bankka borsa, qarzingiz bor deyishgan. Bu yerda asosiy savol, ushbu pul bolalar uchun ajratilgan ijtimoiy to'lovmi? Agar ha bo'lsa, uni oddiy kredit qarziga avtomatik olib qo'yish qonuniyligi jiddiy tekshiriladi. Ayol to'lov turi haqida ma'lumotnoma olishi, bankdan pul yechilganligi bo'yicha ko'chirma olishi ijro organiga ariza berish kerak. Zarur bo'lsa, sudga da'vo bilan chiqiladi. Uchinchi misol, ishchi oyiga 4 million so'm oylik oladi. Uning kommunal qarzi va bank krediti bor. Bir vaqtning o'zida ikkita ijro hujjati kelgan. Korxona buxgalteriyasi 7% ushlab qolgan. Ishchi qo'lida 1 million 200 ming so'm bilan qolgan. Buxgalter bizga shunday hujjat keldi deb javob bergan. Lekin buxgalteriya ham qonundagi cheklovlarni bilishi va rioya qilishi kerak.
bir nechta ijro hujjati kelganda navbat foiz chegarasi va qoldirilishi kerak bo'lgan summa masalasi alohida ko'riladi. Ishchi buxgalteriyadan hisob kitob varaqasi, ijro hujjati nusxasi va ushlab qolish asosini so'rashi kerak. 4-misol, fuqaro sud buyrug'i chiqqanini bilmagan, u boshqa viloyatda ishlagan, xabarnoma eski manzilga yuborilgan. Oradan 1 yil o'tib kartasidan pul ushlana boshlagan. Bunday holatda u sud buyrug'i nusxasini oladi, qachon xabar topganini ko'rsatadi, muddatni tiklash va e'tiroz berish masalasini ko'taradi. Agar sud buyrug'i bekor qilinsa, uning asosida olib borilayotgan ijro ishi ham to'xtashi mumkin. Lekin bu avtomatik bo'lmaydi. Albatta yozma murojaat va hujjatlar kerak. Eng katta nozik jihat shuki, hamma pul bir xil maqomga ega emas. Kartangiz bitta bo'lishi mumkin, lekin unga turli manbalardan pul tushadi. Ish haqi, qarindoshdan o'tkazma, pensiya, nafaqa, bolalar puli, kompensatsiya, bank yoki ijro organi ba'zan pulning manbasini aniq ajratmaydi. Shuning uchun siz o'zingiz manbani isbotlashingiz kerak bo'ladi. Masalan, bu pul bolalar puli edi deyish yetarli emas. Sizga mahalla, pensiya jamg'armasi, bank ilovasi, to'lov ko'chirmasi yoki davlat xizmatlari orqali olingan ma'lumotnoma kerak bo'ladi. Ikkinchi nozik jihat, rozilik bilan yechish va majburiy undirish farqli. Agar bank bilan shartnomada avtomatik yechish bandi bo'lsa, bank mijoz rozilik bergan deydi. Lekin siz rozilik qaysi hisob varaqa berilganini, qaysi summa uchun, qaysi muddatga, ijtimoiy to'lovlarga tatbiq etilishi mumkin yoki mumkin emasligini tekshirishingiz kerak. Agar siz kreditini bir bankdan olgan bo'lsangiz, pensiya boshqa bank kartasiga tushsa, u banklar o'rtasidagi tartib ham alohida ahamiyatga ega. 3-nozik jihat, qarz muddati va hisob kitobi. Ayrim holatda asosiy qarzdan ko'ra penga. Jarima, foizlar juda kattalashib ketadi. Masalan, odam 3 million so'm olgan, lekin undan 2 million so'm talab qilinyapti. Bu holatda qarz bor yo'qligidan tashqari qarz miqdori ham tekshiriladi. Foizlar qo'lini hisoblanganmi? Davom muddati o'tmaganmi? Shartnoma shartlari adolatliligiga baho berilganmi? Sud qarorida aynan qancha summa ko'rsatilganmi? Bularning hammasi muhim. 4-nozik jihat, ijro organining harakati ustidan shikoyat muddati. Odamlar ko'pincha yillar davomida kutadi. Keyin pulimni qaytarib bering deydi. Albatta, noqonuniy ushlab qolingan pul bo'yicha talab qo'yish mumkin, lekin vaqt o'tishi bilan isbotlash qiyinlashadi. Bank ko'chirmani topish qiyin. Xodimlar almashgan bo'ladi, hujjatlar arxivga ketadi. Shuning uchun men har doim aytaman. Birinchi noqonuniy ushlab qolishni ko'rgan kuningizdan boshlab hujjat yig'ishni boshlang. 5-nozik jihat, qarzni tan olishga shoshilmang. Sizdan ariza yozing, qarzni tan olaman, bo'lib to'layman deb so'rashlari mumkin. Agar siz haqiqatan ham qarzdor bo'lsangiz va summa to'g'ri bo'lsa, kelishuv qilish mumkin. Lekin summa noto'g'ri bo'lsa, hujjatlarni ko'rmasdan qarzni tan olish keyin sizga zarar qiladi. Avval hujjat, keyin hisob kitob, keyin qaror. Birinchi qadam, bank ko'chirmasini oling. Qaysi sanada qancha pul tushgan, qaysi sanada qancha pul yechilgan, yechish izohida nima yozilgan, hammasi kerak. Mobil ilovadan skrinshot qilish yetarli bo'lmasligi mumkin. Imkon bo'lsa, bankdan muhrlangan yoki elektron tasdiqlangan ko'chirma oling. Ikkinchi qadam, pul manbasini tasdiqlang. Agar bu pensiya bo'lsa, pensiya jamg'armasidan yoki tegishli tashkilotdan ma'lumotnoma oling. Agar bolalar puli bo'lsa, mahalla yoki ijtimoiy himoya organidan to'lov turi va davri ko'rsatilgan ma'lumotnoma oling. Agar ish haqi bo'lsa, ish joyingizdan hisob kitob varaqasi va maosh haqida ma'lumotnoma oling. 3-qadam, ijro hujjatini talab qiling. Majburiy ijro organiga yozma ariza bilan murojaat qiling. Menga nisbatan ochilgan ijro ishi raqami, ijro hujjati nusxasi, qarzdorlik hisob kitobi ushlab qolish to'g'risidagi qaror nusxasi taqdim etilsin deb yozing. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Arizani 2 nusxada topshiring. Bittasiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydiring yoki elektron tarzda yuborsangiz, yuborilganligi haqida tasdiqni saqlang. 4-qadam, ushlab qolishni to'xtatish yoki kamaytirish haqida ariza bering. Arizada shunday mazmun bo'lishi mumkin. Mening hisob varag'imga pensiya yoki ijtimoiy to'lovlar kelib tushmoqda. Ushbu mablag'lardan undirish qonunchilikdagi cheklovlarga zid ravishda amalga oshirilmoqda deb hisoblayman. Pul manbasi va oilaviy ahvolimni inobatga olib, ushlab qolishni to'xtatishingizni, qonuniy chegarada qayta hisob kitob qilishingizni va ortiqcha ushlangan summani qaytarish choralarini ko'rishingizni so'rayman. Albatta, ariza hujjatlarini ilova qiling. 5-qadam, bankka alohida murojaat qiling.
bankdan qaysi hujjat asosida pul ushlangan, qaysi tashkilot talabiga asosan hisob bloklangan yoki pul yechilgan. Yechilgan summa qayerga o'tkazilgan degan savollarga yozma javob so'rang. Bank ijro organi talab qilgan desa, sizda ijro organiga borish uchun aniq asos bo'ladi. Bank ichki avtomatik yechish qilgan bo'lsa, shartnoma bandlarini talab qilasiz. 6-qadam sudga tayyorlaning. Agar ijro organi yoki bank sizning murojaatingizni qanoatlantirmasa, sudga shikoyat yoki da'vo berish mumkin. Bu yerda talabni to'g'ri qo'yish juda muhim. Noqonuniy harakatni bekor qilish, ushlab qolishni taqiqlash, ortiqcha ushlangan summani qaytarish, hisob varaqdagi cheklovni olib tashlash, ijro harakatlarini qonuniy chegaraga keltirish. Qaysi talab sizga mosligini vaziyat belgilaydi. 7-qadam barcha dalillarni tartib bilan yig'ing. Papka qiling. Pasport nusxasi, bank ko'chirmasi, to'lov manbasi haqidagi ma'lumotnoma, ijro hujjati nusxasi, sud qarori yoki sud buyrug'i, murojaatlaringiz nusxasi, javob xatlari. Tibbiy hujjatlar, oilaviy ahvol bo'yicha ma'lumotlar, farzandlar tug'ilganlik guvohnomasi, xarajatlaringizni tasdiqlovchi hujjatlar. Sudda hissiyot emas, hujjat gapiradi. 8-qadam muddatlarni o'tkazib yubormang. Agar sud buyrug'i haqida endi bilgan bo'lsangiz, darhol nusxa oling va e'tiroz berish imkoniyatini tekshiring. Agar ijro harakati bo'yicha shikoyat qilmoqchi bo'lsangiz, qachon xabar topganingizni aniq yozing. Agar pul noqonuniy ushlangan deb hisoblasangiz, har bir ushlab qo'lingan sanani alohida ko'rsating. Arizada hammasi noqonuniy, meni talashyapti, darhol qaytaringlar degan umumiy gaplar kam foyda beradi. Aniq yozing qaysi sanada, qaysi hisob varaqdan, qancha summa, qaysi to'lov turi, qaysi hujjat asosida yoki hujjatsiz ushlangan. Masalan, 2025 yil 12 mart kuni kartamga 720 so'm bolalar nafaqasi kelib tushgan. Shu kuni 720 so'm qarzdorlikka yechib olingan. Ushbu mablag' bolalar uchun ajratilgan ijtimoiy to'lov bo'lgani sababli ushlab qolish qonuniyligini tekshirishingizni so'rayman. Mana shunday yozsangiz, masala aniq bo'ladi. Yana bir xato, faqat telefon orqali gaplashish. Telefon suhbati keyin isbot bo'lmaydi. Sizga yozma iz qoldirish kerak. Ariza, javob ko'chirma, kvitansiya, elektron murojaat raqami bular sizning himoyangiz. Yana bir xato. Kartani almashtirib qo'yish bilan muammo hal bo'ladi deb o'ylash. Agar ijro ishi ochilgan bo'lsa, yangi karta ham topiladi. Yangi hisob ham band qilinishi mumkin. Siz muammoning ildizini hal qilishingiz kerak. Ijro asosi, qarz summasi, ushlab qolish chegarasi, pul manbasi. Agar tekshiruv natijasida sizdan pul noqonuniy ushlangan bo'lsa, qaytarish masalasi ko'tariladi. Bu yerda ham tartib bor. Avval kim ushlab qolganini aniqlash kerak. Bankmi, ish beruvchimi, pensiya jamg'armasimi, ijro organi orqali undiruvchiga o'tkazilganmi? Agar pul allaqachon undiruvchiga ketgan bo'lsa, qaytarish mexanizmi boshqacha bo'ladi. Agar bank hisobida ushlab turilgan bo'lsa, blokni yechish va pulni ochish talab qilinadi. Masalan, sizdan 4 oy davomida har oy 200 ming so'mdan jami 2 million so'm ijtimoiy to'lovdan ushlangan. Siz bank ko'chirmasi va to'lov manbasini isbotladingiz. Ijro organi yoki sud bu ushlab qolish noto'g'ri bo'lganini tan olsa, siz ortiqcha ushlangan 2 million so'mni qaytarishni talab qilishingiz mumkin. Lekin taxminan shuncha edi demang. Har bir summa dalil bilan ko'rsatilishi kerak. Agar pulni qaytarish rad etilsa, sud orqali talab qo'yiladi. Sudda asosiy savollar shular bo'ladi. Ushlab qolish qonuniymi? Pul manbasi qanday? Qaysi norma buzilgan? Zarar miqdori qancha? Javobgar kim? Shuning uchun da'vo berishdan oldin hujjatlarni puxta tayyorlang. Bugungi mavzuda eng asosiy fikr shuki, qarzingiz borligi sizni huquqsiz qilib qo'ymaydi. Qarz undirilishi mumkin, lekin faqat qonuniy tartibda. Qonunda belgilangan miqdorda va himoya qilinadigan to'lovlar hisobga olingan holda. Pensiya, nafaqa, bolalar puli, ish haqi yoki boshqa daromadingizdan pul ushlab qolinayotgan bo'lsa, buni tekshirishga, hujjat talab qilishga, shikoyat berishga va ortiqcha ushlangan pulni qaytarishni so'rashga haqqingiz bor. Men sizga tavsiya qilaman, bugunoq bank ko'chirmangizni tekshiring. Agar tushgan pul bilan yechilgan pul orasida shubhali holat bo'lsa, manbani aniqlang. Ijro hujjatini talab qiling, yozma ariza bering. Jim turmang, chunki jim turgan odamning puli oymoy ketaveradi. Agar sizda ham pensiya, nafaqa, bolalar puli yoki oylikdan ushlab qolish bo'yicha holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi to'lovdan qancha ushlab qolishgan, bank nima degan, ijro organi nima javob bergan. Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, yaqinlaringizga yuboring, kanalga obuna bo'ling.
Chunki bitta to'g'ri ma'lumot sizning yoki ota-onangizning bir necha million so'mini saqlab qolishi mumkin.